Barchaga assalomu alaykum. Siz 7-kanalda dasturini tomosha qilyapsiz. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'ying. Bugungi mavzuimiz eng kuchli xarakterga ega bo'lgan 4 ta burch vakillari haqida bo'ladi. Bizning oramizda tog'larni ko'chirishga tayyor bo'lgan tabiati juda kuchli odamlarni ko'rishimiz mumkin. Bu kuchli odamlar kimlar? Sizningcha kuchli odam qanday fazilatlarga ega bo'lishlari kerak? Quyida tasvirlangan alomatlardan bir guruh odamlar yangi dunyoni qurish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Ularning har biri o'ziga xos kuchli va mag'lub bo'lmaydigan ma'lum bir kuchga ega. Hamma burch belgilarini kuchli deb hisoblash mumkin emas. Odamlarda qanday fazilatlar borligini bilmoqchimisiz? Sadoqat, jasorat, matonat, iroda va boshqalar. Keyin bizning videoroligimizni ko'rib chiqing va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Qo'y burji. Asosiy optimizmlardan biri mana kim hech qachon taslim bo'lmaydi yoki qachon ko'nglini yo'qotmaydi. Bu odamlar hatto juda kamdan kam hollarda yordam so'rashadi. Chunki ularning ichida temir po'lat tayoqchalari bor. Ularning atrofida ularning hayoti esadi. Ular hayratlanarli darajada o'ziga ishongan. Hayot uchun mukammal g'ayratli, har qanday sharoitda omon qolishga va ularni eng yaxshilariga aylantirishga tayyor. Ular har qanday qiyinchiliklardan qo'rqmaydilar. Ular odatdagidek qabul qilishadi. Go'yo butun hayot tikanli yo'l va kimdir g'olib bo'lish kerak. Bir daqiqa kutib turingmi? Bu kimdir? Albatta qo'y. Ular yangi ko'nikmalarni mukammal egallaydilar, yaxshi o'ylashadi va taqdirning har qanday burishlariga to'liq tayyor. Parizoda burji. Parizoda burji qilayotgan ishlariga usta, ba'zan ular o'z bilgan joylariga borishmaydi, chunki muvaffaqiyatsizlikka uchrash xavfi ularni qo'rqitadi, lekin umuman olganda ular o'zlarining vazifalarini juda yaxshi bilishadi. Yangisiga tayyor bo'lishadi. Agar bu yangisi ular rejalashtirgan vaqtdan kelib tushsa, ular rejalashtirilgan yo'ldan chetga chiqmaydilar, yarim yo'lda to'xtamaydilar. Har doim boshlagan narsalarini oxirigacha yetkazadilar. Bu insonning barqarorligi, hamma narsa har doim o'ylangan va rejaga muvofiq amalga oshiradi. Parizoda burji o'zlariga ishonish va boshqalarga yordam berishga odatlangan. Ammo ular uchun kimgadir o'ta ishonish qiyin bo'ladi. Ushbu belgi po'lat xarakterga ega. Bu ularga hayotda yordam beradi. O'qotar burji qanday moslashishni biladi. Bu shunchaki hayot sharoitlariga moslashadi. Ularning aqli ularga odatdagidan tashqarida o'ylashga imkon beradi. Shunga ko'ra har qanday chalkash va kutilmagan vaziyatda ular birinchi bo'lib yechim topishadi. Ehtimol bu eng ayyor va asossiz yo'l bo'ladi, lekin menga ishoning, eng samarali va to'g'ri yo'l. O'qotarlar tasalli berishni yoqtirmaydi. Ya'ni o'zlarining kichkina dunyosida o'tirishni xohlaydilar. Ular har doim yangi narsalarni qiladilar, chegaralarni kengaytiradilar va ba'zida ulardan butunlay chiqib ketadilar. O'qotarlar ko'plab hasadgo'y odamlar va dushmanlari bor. Shuning uchun o'zlarini himoya qilish odati bor. Ular har doim tayyor va ular maxsus kuchsiz qila olmaydi. Tog' echkisi ajoyib odamlardir va ular o'zlarini har qanday vasvasalardan bosh tortishlari mumkinligi bilan ajralib turadi. Tog' echkisi kabi irodasi bilan yana kim maqtana oladi? Qolganlarning hammasi ulardan keyin bo'ladi. Har qanday hayotiy vaziyatda ular biron narsani qurbon qilishga tayyor. Tuyg'ular bu belgining ittifoqchisi emas. Faqat sovuq aql, faqat to'g'ri qaror, faqat to'g'ri yo'llardir. Ular hayot sohalarini ideal darajada chegaralaydilar. Ish bilan ishlash alohida, muhabbat, uy-pul, javonlar hamma narsa. Ular o'z vaqtlarini boshqalar kabi tashkil etishni biladilar. Bunday fikr faqat kuchli odam ega bo'lishi mumkin. Shu bilan bugungi videoroligimiz tugadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, omon bo'ling.